Albatta tadqiqotlar jarayonida o'sha qarib 25 yillik yangi ma'lumotlar qanday? Albatta Imom Buxoriyning oilasi haqida, albatta onasini tarbiyasida qoladi Imom Buxoriy to'liq. Biz o'sha javob berdik, Imom Buxoriyning oilasining bo'lganligi haqida 5 xil qarash bor. Oilasidan bitta qiz farzandi bo'lgan degan qarash bor. Safarga borib qo'yib kelishligini o'zi ham bir katta jasorat deyishimiz mumkin-da. Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli kuzatuvchilari. Bizning bugungi mehmonimiz Imom Buxoriy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi bo'lim boshlig'i, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Shukrullo Umarov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Bugungi mavzumiz Imom Buxoriy sirati, uning buyukligining siri haqida bo'ladi. Bu haqda bevosita mehmonimiz o'zining muallifligida yaqinda kitob nashr etdilar. Bu yaqinda taqdimoti ham o'tdi. Buyuklik siri Imom Buxoriyning ibratli hayoti deb nomlangan. Bugungi suhbatimizni mana shu kitob asosida ham olib borsak, demak mavzumizga yaqin bo'ladi va maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Va birinchi savol shunday ediki, Shukrullo domla, bu Imom Buxoriyning buyukligining siri nimada? Kitobda demak asosan mana shu sir yashiringanmi? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Rahmat. Assalomu alaykum avvalambor. Bugungi aynan o'sha kitobning nomi ham Buyuklik siri Imom Buxoriy, Imom Buxoriyning ibratli hayoti misolida deb nomlangan. Imom Buxoriy haqida juda ko'p gapirish mumkin va gapirilgan, shu paytgacha ham va gapirilmoqda. Umuman Imom Buxoriyning siri, o'sha Buyuklik siri deb nomlangan bu kitobni vujudga kelishi haqiqatda Imom Buxoriyning buyukligiga hech bir ta'rif, hech bir o'sha tavsif yetmaydi. Zira o'sha Hajar Asqaloni buyuk muhaddis aytganki, Imom Buxoriyni agar ta'riflash uchun butun dengizdagi suvlar o'sha siyoh bo'lsa, butun daraxtlar qalam bo'lsa ham, o'sha yozsa ham uni tavsifiga oxirga yetmaydi. Yoki Imom Buxoriy ta'riflangan, o'sha tavsiflangan satrlarni o'qish uchun insonni bardoshi ham yetmaydi. Ya'ni ko'pligidan go'yo Imom Buxoriy sohilsiz dengiz deb aytganlar. Biz o'sha kitobga ham bosh g'oya sifatida Hajar Asqalonining aynan shu so'zini keltirdik. Ya'ni Imom Buxoriy sohilsiz dengiz. Har qanday dengizda sohil bo'ladi. Ammo Imom Buxoriyni o'sha ta'rifi, u kishining ma'rifati, hadis ilmi borasidagi u kishining o'sha salohiyati o'z davrida ham u kishi kabi bo'lmagan, undan keyin ham bo'lmagan. Shuning uchun umuman o'sha buyuklik siri bu asosan kitobni vujudga kelishi sababi ham Imom Buxoriyning buyuklik sirini biz bir yoshlarga, aynan shu biz vatandoshlarimiz, yoshlarimizga, xalqimizga bir ko'rsatish sifatida ham niyat qilindi. Albatta, bu kitobda asosan Imom Buxoriyning hayoti va o'sha buyuk imomning hayotidagi voqeliklardan iborat hikoyalar keltirildi va bu ayniqsa o'sha yoshlar bobligi bilan ham bu kitob ahamiyatli deb o'ylaymiz. Rahmat. Ayniqsa mana bu yoshlar bob deganingizga, bu kitobda Imom Buxoriyning hayoti, yuksak odobi, mukammal taqvosi va shu bilan birgalikda insoniy fazilatlar haqida qiziqarli lavhalar keltirilgan deyapsiz. Shulardan bittasini, qisqasini va ibratmonand bitta bir namunasini keltira olasizmi? Albatta, Imom Buxoriyning butun hayoti o'zi o'sha buyuk fazilat ustiga qurilgan. Buyuk yuksak xulq ustiga qurilgan. Chunki Imom Buxoriyning yoshligidan to umrining oxirigacha agar hayotini biz o'sha o'rganadigan bo'lsak, tarix nuqtai nazaridan u kishining xulqi, atvori shunchalik yuksakki, uni boshqa olimlarda topish qiyin. Bittagina misol Imom Buxoriyning shu ilmga bo'lgan demak ehtiromi, ustozlarga bo'lgan ehtiromi va ilmga bo'lgan sadoqati, shu bir o'sha ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagay degan o'zlarini shioriga bir umr sodiq qolganligi u kishining haqiqatda fazilati. Ya'ni shu ilmni yoshligidan, bir o'smirlik davridan chiqib to bir yoshi o'tgan davrgacha 40 yil ilm axtarishligi va bu
borada o'ta bir sabr bilan, taqvo bilan, juda kuch, g'ayrat bilan, shijoat bilan ilmni, hadisni chuqur o'rganganligi bu haqiqatda Imom Buxoriyni yuksak fazilatlaridan biri deb hisoblasak bo'ladi. Rahmat. Kitobni hozir bir varaqlaganda bir narsaga ko'zim tushdi, u ham bo'lsa bu yerda maqsad, muddao masalasida. Yoshlarda ayniqsa kitobdan maqsad ulug' ajdodlarimizning ilmiy an'analarini davom ettirish maqsadi ko'zlangani aytilgan. Men bu narsaga qiziqish bildirayotgandimki, sizningcha bu faqatgina an'analarni davom ettirish deganda faqat diniy ilmlarni o'rganishmi yoki undan ham kengroq ma'noni anglatadimi? Umuman Imom Buxoriyni biz hayotini o'rganganimizda Imom Buxoriy nafaqat muhaddis, u kishi hadis borasida bir qancha asar yozganligi, shoh asari Sahih Buxoriy asarini keltirish mumkin, Adabul Mufrad. Tarixchi sifatida ham Imom Buxoriy o'z davrida yozgan tarix Imom Buxoriydan keyin biron bir muallif tomonidan u kabi kitob yozilmagan. Ya'ni tarix kabir, tarix sag'ir, tarix avsat, yo'ngi o'sha qazoyi sahoba, bular hammasi tarix haqida. Imom Buxoriy tafsir ham yozgan. Ya'ni tafsir kabir degan asari bo'lgan. Yoki Imom Buxoriy fiqhga oid kitob yozgan yoki kalom ilmiga oid kitob yozgan. Demak, Imom Buxoriy nafaqat muhaddis, Imom Buxoriy o'sha serqirrali bugungi demak istiloh bilan ishlatilganda Imom Buxoriy o'sha ensiklopedik demak o'sha o'z davrini olimi, u nafaqat o'z davrini, biz Imom Buxoriy o'z davrini deya olmaymiz, chunki agarda Imom Buxoriydan keyin Imom Buxoriy kabi olim muhaddis chiqqanda biz o'z davrini deyishimiz mumkin edi. Mutlaq Imom Buxoriy mutlaq hamma davrlar, hamma davr uchun, hamma zamon uchun, hamma makon uchun, davr uchun, hamma o'sha demak har bir davr, hamma davr uchun ham Imom Buxoriy, demak Imom Buxoriyning asari o'zi Qur'oni Karimdan keyingi ikkinchi manba sifatida e'tirof etilganligi, bu kabi asarni qayta yozilishi yoki qayta xuddi shunday kitobni e'tirof etiladigan darajada kitob ta'lif etilishi bu vujudga kelmasligi aniq. Shuning uchun ham Imom Buxoriyni biz aynan nafaqat bir diniy olim sifatida, butun millatni, butun ummatni faxri sifatida biz demak bilishligimiz va u kishidan o'rnak, u kishining hayotini, ma'rifatini, ilmga bo'lgan shijoatini, salohiyatini o'zimizga demak hayoti shior qilsak yoki yoshlarimiz o'zlariga shior qilib olsalar, bu albatta Imom Buxoriydek demak haqiqiy Imom Buxoriyning fazilati bilan o'sha fazilatlangan yoshlarni tarbiyalashda ham bu yerda maqsad qilganmiz. Ziynatlangan bo'lardi deng. Ko'pincha yoshlarimiz yoki oddiy xalqimiz o'zimiz ham biron bir mashhur inson haqida gapirganda uning shaxsiy hayotiga ham ko'proq qiziqish bildiramiz. Bu endi Imom Buxoriyni biz hammamiz taniymiz, taniyapmiz, anglayapmiz va shu ma'noda siz Buxoriyshunos olim sifatida uning shaxsiy hayoti, shaxsiy fazilatlari bilan birgalikda o'sha oilasi haqidagi ham ma'lumotlar bilan, yangi ma'lumotlar bilan o'rtoqlasha olasizmi? Albatta tadqiqotlar jarayonida o'sha qarib 25 yillik o'sha hadis ilmi, Mavron Nahr hadis ilmi tarixi, xosatan Imom Buxoriy hayoti bilan bog'liq tadqiqotlar, nafaqat o'sha tadqiqot, xorijiy tadqiqotlar, xorijiy o'sha manbalar o'rganilganda, yoki bugungi kundagi Buxoriyshunos olimlar bilan ham biz o'sha xorijiy safarlarda yoki bir konferensiyalarda uchrashganimizda bevosita suhbat Imom Buxoriy haqida ketadi. Buxoriyshunoslar bo'lgandan keyin yangi ma'lumotlar qanday? Albatta Imom Buxoriyning oilasi haqida, albatta ota-onasi, otalari demak yoshligida vafot etgan deyiladi. Otasi ham o'sha parhezkor, o'sha taqvodor kishi bo'lgan Ismoil ibn Ibrohim, u kishini demak Malik ibn Anas yoki Abdullah ibn Muborak o'z davridagi demak marvaziy olimlardan hadis o'rganganligi ham Imom Buxoriy o'zining Tarixi Kabir asarida demak keltiriladi. Demak u manbalarda otalari o'sha 3 yosh, Imom Buxoriy 3-4 yoshligida vafot etadi. Onasini tarbiyasida qoladi Imom Buxoriy to'liq va onasi mashg'ul bo'ladi. Imom Buxoriy va uning bir akasi bo'ladi oilada 4 kishi. Bularning tarbiyasi bilan Imom Buxoriy onasi shug'ullanadi. O'sha 4 yoshligidan to'yinki
16 yoshigacha Imom Buxoriyning onasi tarbiyalab, o'z davrida Imom Buxoriyning onasi ham zakiy, olima, soliha, duosi ijobat bo'lgan ayol sifatida ta'riflanadi va Qur'oni Karimni dastlabki ilmni Imom Buxoriy o'sha o'z onasidan ta'lim oladi. Va albatta o'sha onalar har qanday insonni ona tarbiya qiladi. U shoh bo'lsin, u olim bo'lsin, u fozil bo'lsin, kim bo'lsa ham albatta o'sha insonni tabiati o'sha onadan o'tadi. Insonni tabiatidagi xislatlar, fazilatlar, o'sha axloqiy hamidalar onadan o'tadi. Xuddi shunday Imom Buxoriyning ham onasi o'sha ummat uchun mana shunday bir yutuq muhaddisni tarbiya qilishlikida juda katta juhd qilganlar, yana xizmat qilganlar va o'sha 16 yoshgacha Buxoro, demak Samarqand yoki Kesh o'sha olimlaridan, muhaddislaridan ilm olgandan keyin Imom Buxoriyning onasi o'zi demak o'sha Makkaga haj ibodatiga borib, haj ibodatini ado qilgandan keyin o'sha o'g'lini ilm yo'lida shu safarga borib qo'yib kelishligini o'zi ham bir katta jasorat deyishimiz mumkin-da. Bu haqiqiy o'sha ilmga, ma'rifatga tashna bo'lgan o'sha onani, o'g'lini kelajagini ko'ra olgan ona, o'sha ona farzandini demak sog'inchidan, farzandini xizmatidan, farzandini ko'z o'ngida turishligidan kechib, o'sha u uchun begona edi. O'sha begona o'sha Makkaga borib, Makkada qo'yib qoldirib o'zlari qaytishligini o'zi juda katta oiladagi bu o'sha Imom Buxoriyning buyuklik sirini boshlanishi shu o'zi aslida. Yani shuni biz onani katta jasorati deyishimiz mumkin. Keyinchalik shu 16 yoshdan keyin haj amalini bajargandan keyin bevosita katta ilmiy safar, 40 yillik ilmiy safarni boshlanishini nazarda tutingiz va undan keyingi oilasi, o'zining oilasi haqida, o'zi oila qurganmi degan shu masalaga to'xtalmoqchi edik. O'sha keyingi o'sha davr, o'smirlik davrigacha bizga bo'lgan davr haqida gaplashdik. Umuman Imom Buxoriyning hayoti haqidagi, oilasi haqida, Imom Buxoriy bir joyda o'sha turg'un yashaganligi, uni qanday faoliyat bilan shug'ullanganligi, o'sha tijorat qilganmi, u kishining hayoti, uni ehtiyoji, masalan, moddiy ehtiyoji qanday o'tgan degan savollar ham bu yerda ko'ndalang bo'ladi. Va Imom Buxoriyning hayoti bilan hayotini o'rgangan olimlar, keyingi demak o'sha tarixchilar shu bir xulosaga kelishyaptiki, Imom Buxoriyning o'zining shaxsiy oilasi haqida turli xil qarashlar bor. Biz o'sha kitobda ham shu qarashlarni keltirdik. Keling o'sha kitobda keltirilgan qarashlardan Imom Buxoriy oilasi bo'lganmi degan bir ayniq savol qo'ydik. Sizning savolingiz aynan kitobda ham bor. O'sha Imom Buxoriyning oilasi bo'lganmi? Biz o'sha javob berdik, Imom Buxoriyning oilasining bo'lganligi haqida 5 xil qarash bor. Imom Buxoriy o'sha uylangan, oilasi bo'lgan, ammo farzandi bo'lmagan degan qarashlar, birinchi qarashlar bor. Imom Buxoriy oilali bo'lgan va oilasidan bitta qiz farzandi bo'lgan degan qarash bor. Keyingi qarash bu demak o'sha ba'zi bir mualliflar aytadiki, Imom Muslim va Imom Buxoriyni o'g'il farzand qolmagan degan o'sha bir anoni keltirishadi, tarixiy manbani keltirishadi. Ya'ni bu manbani mualliflar aytadiki, demak o'g'il farzandi bo'lmasa, o'sha qiz farzandi bo'lgan. Chunki agar qiz farzandi ham bo'lmaganda Imom Buxoriy farzandi mutlaq bo'lmaganligi haqida ma'lumot keltirilar edi deydi. Bu ikkinchi qarash. Uchinchi qarash, Imom Buxoriyni uylangan va oila qurgan u kishining o'g'il farzandi bo'lgan. Farzandining ismi Ahmad bo'lganligi va bu tijorat bilan shug'ullanganligini demak keltirishadi va bunga ham o'sha dalillar keltiriladi. Imom Buxoriyning demak oilasi bo'lganligi, o'sha o'g'il farzandi bo'lganligi va keyingi qarash o'sha Imom Buxoriyni demak o'sha o'g'il va qiz farzandi bo'lgan, uylangan va o'g'il ham qiz farzandi bo'lgan
degan qarashlar ham bor va 5-qarash mutlaq Imom Buxoriy o'sha uylanmasdan o'tgan. Imom Buxoriy demak hayotini o'sha ilmga, hadisga o'sha baxshida qilgan degan qarashlar ham bor. Endi bu qarashlardan o'sha har birini o'zini demak dalillari bor, har birini o'zining tarixiy voqelikdan kelib chiqib, tarixiy manbalardan kelib chiqib degan o'sha mushohada qilingan tadqiqot natijalari deyishimiz mumkin. Bizni o'sha Buxoriyshunos sifatida meni xulosam va nafaqat meni xulosam bugungi demak zamonaviy tadqiqotchilar, tarixchilar, Buxoriyshunoslarning bitta xulosasi borki, Imom Buxoriy demak o'sha sunnatni ihyo qilishlik uchun, Rasulullohning sunnatlarini ihyo qilishlik uchun umrlarini baxshida qilgan va u kishi albatta uylanganligi, oila qurgan va o'sha doim u bir oilasi bilan yashaganligi yoki o'g'il farzandli bo'lganligi haqidagi xulosaga biz to'xtalamiz. Chunki nega agar o'sha Imom Buxoriy o'zini oilasi, farzandi haqida demak kitoblarda zikr qilmagan degan xulosa ham bor. Imom Buxoriy o'zini demak mashhurligi yoki o'zini oilasi, farzandlari haqidagi ma'lumotlarni yozishlikdan ko'proq boshqa ma'lumotlarni yozishlikka qiziqqanlar, ehtimom qilganlar, ya'ni hadis. Agar oilasi haqida yozilgan siyoh, oilasi haqidagi o'sha ketgan qog'ozga ko'proq bitta bo'lsa ham hadisni bitishni, Rasulullohdan bitta bo'lsa ham hadisni yozishligini afzal ko'rgan va uni muhim sanaganlar. Keyingi bu o'sha muorrixlarni, keyingi o'sha Imom Buxoriy hayoti bilan tadqiqot olib borgan tarixchilarning xulosasi shunaqa xulosaga kelingan. Ya'ni Imom Buxoriyning oilasi bo'lgan. Faqat biz nafaqat Imom Buxoriy, butun o'sha allomalarimizni hayoti bilan agar qiziqsak, ko'proq allomalar o'z oilasi haqida yozmaydi. O'zini oilasi haqida yozmaydi. Chunki uni haqida keyingilar yozishi mumkin, lekin o'zi yozmaganligini biz ko'ramiz. Ko'proq allomalarimizni o'sha tug'ilgan sanasi ham yozilmaydi. Ba'zida faqat vafot etgan sanasi yoziladi. Shu bilan kifoyalanib qo'yiladi. Bu ham demak olimlarimizning kamtarligi, o'zi haqida demak yozishlikdan saqlanishlikka bo'lgan demak moyillik, o'zi haqida yozishdan ko'ra boshqalar haqida ko'proq yozishlikni ular afzal ko'rishgan. Imom Buxoriyning hayotida ham biz shu holatni ko'rishimiz mumkin. Rahmat aziz kuzatuvchilar. Mana shu aynan shu ma'lumotlar, ushbu qarashlar mana kitobning Buyuklik siri, Imom Buxoriyning Ibratli hayot degan kitobning bevosita 56-betida o'zini aksini topgan ekan va ana shu qarashlar va umumiy xulosalar ham bitilgan va o'ylaymanki bu kitobning har bir varag'ida, har bir sahifasi va har bir mavzusi ayniqsa keng ommaga mo'ljallangan va ko'proq qiziquvchilarning o'quvchilarning, tinglovchilarning ko'proq kengroq auditoriyasini o'ziga jalb qila oladi. Va yakunda bitta savol bermoqchi edim. Aynan siz mana shu kitobning muallifi sifatida, kitobingizdan so'ng o'quvchilarning aynan Imom Buxoriy haqidagi tasavvurlarda qaysi yo'nalishdagi katta o'zgarishlarni yuz berishini istagan bo'lardingiz? Albatta bu o'zgarishlar yoshlarga qanday ta'sir qilishini albatta o'quvchi belgilaydi uni. Biz albatta ijobiy tomonga o'zgarishini tarafdorimiz. Chunki har qanday kitob o'sha o'qilar ekan undan foyda olinadi. Men bu kitobni yozilish tarixiga bir to'xtalmoqchiman. Chunki aslida bu kitobning vujudga kelishiga sabab nima bo'ldi? Turtki bo'lish kerak. Turtki, men bir xorijiy safarlardan birida bir o'sha suhbatdoshimiz tomonidan, u ham Buxoriyshunos ekan, shunaqa bir savol berdiki, umuman Imom Buxoriyni bugun sha'nini himoya qilish uchun nima ish qilyapsizlar degan savol ko'ndalang bo'ldi. Ya'ni bugun biz bilyapmiz, Imom Buxoriyga nisbatan uni hayoti, Imom Buxoriyning o'sha buyuk asari Sahih Buxoriyga nisbatan noxolislik bilan bildirilgan fikrlar. Umuman Imom Buxoriyning hayoti, o'zini hayoti, shaxsiy hayoti haqida ham bugun noxolis fikrlarni keng targ'ib talqin qilinayotgan jihatlari ham bugun uchrab turibdi. Bu nafaqat bugun bizni diyorimizda, balki o'sha xorijiy diyorlarda ham o'sha har xil toifalarning vujudga kelishligi yoki islom manbalarini inkor qiluvchilar, munkirlar,
yoki Qur'oniylar, umuman hadisni inkor qiluvchilar tomonidan o'sha zo'r berib Imom Buxoriyni o'sha hayotini, shaxsiy hayotini demak qandaydir obro'sizlantirishlik, o'sha uni sha'niga bir bo'lmog'ir o'sha so'zlar, tuhmatlarni bildirishlik holatlari yoki u kishining asarini zaifga sanashlik yoki u kishining asarini to'qima deydigan holatlar ham bo'lyapti. Biz yuqorida aytganimdek, biz qayerda suhbatlashmaylik, Imom Buxoriyning sha'nini va Imom Buxoriyning asarini qanday qilib bugun himoya qila olamiz? Shu savol, shunaqa bir mulohazadan keyin men bir maqsad qildimki, o'zimizni, chunki men keyin ko'zatsam, haqiqatan o'zbek auditoriyasiga ham, o'zbek yoshlariga ham o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali sekin-asta Imom Buxoriyni hayotini bo'lmog'ir fitna so'zlar bilan o'sha tuhmatlar bilan singdirishlik holatlari kuzatilyapti. Sha'nlariga dog' tushiradigan. Sha'niga dog' tushirishlik. O'zi kimki o'sha Imom Buxoriy 1250 yil oldin o'tgan shaxs haqida bugun hech kim unga baho bera olmaydi. Uni hayotini hech kim bir kuzatib o'lcha olmaydi. Aksincha Imom Buxoriyning hayotidan ibrat olishligimiz kerak. Va shuni ham maqsad qildimki, bu o'sha kitobda 36 ta mavzudan iborat va 15 ta suratlar ham berildi. Ya'ni aslida bu haligi kitob nashrchilik an'anasidan ko'ra sal boshqacharoq yondashuv bo'ldi. Ya'ni innovatsion yondashuv ham bo'ldi. 15 ta Imom Buxoriyning hayoti, oilasi, Imom Buxoriyning safardagi demak imtihonlar davri, Imom Buxoriyning har xil sinovlardagi hayot, ilm safaridagi mashaqqatlardan kelib chiqib 15 ta surat bilan ham bu o'sha dizayn qilindi, bezatildi. Va bu qanday? Aynan Imom Buxoriy bo'lmasa-da, lekin Imom Buxoriy haqida tasavvur paydo qilish uchun. Biz uni Imom Buxoriy aynan shu rasmdagi Imom Buxoriy demoqchi emasmiz. Lekin biz bugun o'quvchini bugungi uni ongi, bugungi uni kitob o'qish salohiyatini ham hisobga olgan holda 15 ta Imom Buxoriy hayoti bilan bog'liq suratlar berildi. Misol Imom Buxoriyni haligi o'sha kitobda keladi, ot voqeasi yoki kema voqeasi, Bag'doddagi imtihon, Buxoroga kelishi va hokazo ustozlar bilan bo'lgan muloqotlari aks etgan o'sha sun'iy intellektdan foydalangan holda o'sha suratlar bilan bezatildi. Men o'ylaymanki, bu 35 ta mavzu har bittasi biz o'sha bugungi yoshlarimiz hayotida ibrat oladigan darajadagi voqeliklar. Bu ham tarbiya nuqtai nazaridan, ham ma'naviyat, ham ma'rifat nuqtai nazaridan, ham o'quvchi yoshlarimizda ilmga bo'lgan, buyuk ajdodlarimizga bo'lgan o'sha hurmati, ehtiromini yanada demak, men o'sha asosiy meni maqsadim Imom Buxoriyni tanitish, kengroq tanitish. Bugun biz Imom Buxoriy bobomiz, buyuk ajdodimiz, buyuk muhaddis, ko'p joylarga suhbatga borganimizda Imom Buxoriy buyuk muhaddis, Sahih Buxoriy asarini yozgan degan gapdan boshqa gap ayta olmaymiz. Cheklanib qo'ya qolishadi bu. Imom Buxoriy tom ma'noda u kishining hayotiga kirishlik yo'q. Men buni o'yladim, Imom Buxoriy ham yosh bo'lgan. Imom Buxoriy ham shaxs sifatida bir oila a'zosi bo'lgan. Imom Buxoriy shaxs sifatida jamiyatda qanday yashagan, atrofida qanday muomala qilgan, shogirdlariga, ustozlariga, kitobga qanday demak muomala qilgan. Men hammasini batafsil demak o'sha kitobga yozdik. Asosiy maqsadimiz buyuk ajdodlarimizni Imom Buxoriy nega buyuk bo'ldi? Buyuklik siri. Shu 35 ta mavzu Imom Buxoriy 35 ta buyukligining siri. Va yaxshi bo'lardi, Xudo xolasa yuqorida ham siz bilan suhbatlashganda shu narsani biz aniq qildik. Alohida shu keyingi demak suhbatlarimiz shu kitob mavzulari bo'yicha alohida bir qisqa metrajli bir suhbatlar olib borsakda va biz Imom Buxoriyni yaqindan tanishtirsak, yaqindan demak suhbatlashsak, Imom Buxoriyni hayoti, atrof, u kishi jamiyatda qanday inson bo'lgan, shaxs sifatida qanday inson bo'lgan, qanday buyuk fazilatlari. U to'g'ri, hadis yiqqan, jamlagan, u boshqa narsa. Lekin hadis yig'ish, jamlashdan tashqari Imom Buxoriyni ma'naviyati, ma'rifati, fazilati, buyuk axloqi qanday bo'lgan, shular haqida ham Xudo xolasa
biz o'sha keyingi suhbatlarimizda bevosita kitobda keltirilgan manbalar asosida biz suhbatimizni davom ettirsak yanada manfaatli bo'lishiga biz ishonamiz. Nur ustiga a'lo nur bo'lardi va maqsadga muvofiq bo'lardi. Katta rahmat domla. Ibn Hajar Asqaloniyning ana shu Imom Buxoriy sohilsiz dengiz degan iborasiga naqli deymizmi, bu tavsifi deymizmi, sifati ta'rifi deymizmi? Mana shu dengizdan faqat hozircha bugungi suhbatimiz bir qatra yoki bir tomchi bo'ldi xolos. Bu sohilsiz dengizga qadam qo'yish, u dengizni tubiga borib yetish yoki o'sha dengizni tagidagi duru gavharlar, marvaridlar hali anchagina yashirin. Uni qanchalik o'rgansak, har qancha demak targ'ib etsak va har qancha keng ommaga tashviq qilsak, shuncha kam. Bugungi suhbat uchun sizga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Aynan kuzatuvchilar nomidan ham keyingi ilmiy ijodiy ishlaringizda ham muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Biz esa siz bilan nodir hamda noyob va dolzarb mavzularda suhbatlarimizda hali davom ettiramiz. Hozircha omon bo'ling.